Давайте bitta yarki rassetkasini ko'rsatib beraman sizlarga Versace'ni. O'zi eng oxirgi partiya deylar. Hammasi shu qatorda. Eski partiyadan qolgani yo'q. Mana qaranglar. Ko'rasizlarmi? Bu уже более такой женственный, такой девушкали bo'ladi-yu, такой необычный narsalar ko'rganlarchi, modnitsalar uchun. Qaranglar. Сиреневый, серый, малиновый и розовый. Bu уже 18 yosh, bemalol 17 yosh. 30 yoshgacha bo'lgan ayollar qizlar bemalol shu ro'molni o'rashsa bo'ladi. Shu ro'molni tavsiya qilaman. Ko'pchilik aytadi-da, Versace ro'mol faqat kattalarniki deb. Yo'q, kattalarniki emas faqat mana bo'larkan. Faqat yoshlarniki chiqarishgan. Bu kolleksiyamizda modniylari keldi. Ko'rasizlarmi? Juda yaxshi. Mana bu gullar qaranglar choy turishim. Mana qaranglar. Voy, shunaqa neobычный o'zimga olgim kelib ketdi. Bu-chi sarpaga ham zo'r-da. Qaranglar, коробочкалар shunaqa ochib beradi sarpalarni. Podarkaga ham juda ham zo'r. Boshda shunaqa нежный ko'rinar ekan, borib o'raganlar aytishadi, shunaqa нежный. И однотонный emas, o'rtasi ko'rasizlarmi? Ham to'q, ham нежный, neytral расцветkalar bor. Ko'p ranglarga tushib ketadi. Ayniqsa oq rubashkalar bilan, pidjaklar bilan modniy turadi.